Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan biz Granny bir o'yinida mashinadan qochishga harakat qilamiz. Videomiz qiziqarli bo'ladi. Like va o'rnab qo'yinglar. Biz videoni boshladik. Boshladik. Ochdan pult chiqdi. Pult qayerga keladi desalaring, pult nimaga kerak? Pult nimaga kerak? Ana. Eshikka borib, mana eshikka narsa qo'yish kerak. Mana bu yerdan bo'ladi. Shunaqa qilsak bo'ladi. Zo'r bo'ladi. Jiminglar. Aya, mana holda siz o'zingiz ko'ring. Aya, holda siz o'zingiz ko'ring. Bo'ladi. Bu kerak emas endi bizga oshxonada tarvuz bor ekan. Tarvuzda nima chiqadi deb o'ylayman. Sizlarchi? Men kalpat chiqadi deyman-da. Kalla kesal bormi? Nechta kalla kesal? Kalla kesal bor shu yerda. Kalla kesal. Kalla kesal bo'lsa, shunday kalla kesal bo'ladi. Ya, biz eshikda qizil kaldan topdik. Eshikda qizil kaldan topdik. Demak, ketamiz. Bolalar ketamiz. Bu yerda hech nima yo'q. Bu yerda ham hech nima yo'q. Desam anjayni oldiga chiqqanmiz. Biz hisobga olmaymiz. Mana bu yerda ham qarashimiz kerak. Nima yo'q. Qo'lan sassiq rasmi bor ekan, qo'lan sassiq rasmi. Sassiq rasmi bor ekan. Anaki biz tashaveramiz bekka. Mana bu yerga tashaveramiz. Tashaverdik. Bo'ldi. Endi. Biz mana bu yerda ham qaramadik-ku. Ketmadik. Etdik. Hech nima yo'q. Jimib turinglar, ey. Obunachilar oldida uyaltiryapsizlar. Obunachilar. Shunaqa. Bay bay. Video tugadi.